Avstraliyaning eng jozibali shaharlaridan biri Queensland shtatining yuragi Brisbane. Bu yerda quyosh yilning deyarli 300 kunida porlaydi. Shaharning markazidan o'tuvchi Brisbane daryosi unga o'ziga xos go'zallik bag'ishlaydi. Zamonaviy arxitektura va tabiat uyg'unligi, South Bank daryo bo'yidagi sun'iy plyaj va yashil bog'lar, Story Bridge shahar panoramasidan bahramand bo'lish uchun eng yaxshi joy. Lone Pine Koala Sanctuary dunyodagi eng katta koala bog'i. Brisbane bu ilg'or ta'lim, jozibali tabiat va betakror madaniyat shahri. Agar siz iliq iqlim, gavjumlik va zamonaviylikni xush ko'rsangiz, bu shahar sizni o'ziga aniq oshiq qiladi. Xuddi shu shaharda tahsil olishga chorlangan talabamiz Timur Bagirov. Assalomu alaykum hammaga. Brisbane shahridagi Queensland University of Technology'da 3 yillik ta'lim olayotgan talabaman. QUT bu innovatsion yondashuvi va zamonaviy kampuslar bilan mashhur bo'lgan universitetdir. Bu yerda sifatli ta'lim, kuchli professorlar va talabalar uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, Brisbane quyoshli iqlimi, zamonaviy shaharligi va talabalar uchun qulay hayoti bilan ajralib turadi. Avstraliyada yana bir ajoyib imkoniyatlardan biri bu talabalar o'qishni bitirganlardan so'ng 2 yillik ishchi viza olishlaridir. Agarda siz ham dunyo miqyosidagi universitetlarda ta'lim olishni istasangiz, Everstadiga murojaat qiling. Ular albatta sizga yordam qilishadi. Avstraliyada ko'rishguncha.